Men o'z bilimim, mehnatim va sadoqatim bilan yurtimni yanada buyuk qilishga xizmat qilaman. Chunki men O'zbekiston farzandiman. Aytib bersam agar ajdodlarimni, demang qani ular o'tmishda qoldi. Kimligin unutmang unday insonni. Men ham farzandiman Temur bobomni, farzandiman buyuk O'zbekistonni. Vatanimiz kelajagini yanada nurli qilish uchun tinmay intilamiz. Men bu zaminda yashayotganimdan faxrlanaman. Vatan inson qalbidagi eng ulug' va eng muqaddas tuyg'u hisoblanadi. Har bir yurakda vatanga bo'lgan muhabbat, mehr va sadoqat yashaydi. Biz O'zbekiston farzandi ekanligimizdan faxrlanamiz.